Assalomu alaykum. Tibbiyot kimyosi bo'yicha bizning viloyatda xalqaro olimpiadaning o'tkazishi hammamizga bu katta mas'uliyat yuklaydi. Bu katta ishonch. Bu kelajakda yoshlarni kimyo fanini bilishni, tibbiyotda to'liq mutaxassis bo'lib yetishiga juda katta zamin yaratadi deb ishonaman va shu boshlangan olimpiada ishiga muvaffaqiyat tilayman. Bugungi kunda mana Termiz iqtisodiyot va servis universiteti qoshida demak tibbiyot fakulteti tashkil etilgan. Bunda yaratilgan shart-sharoitlar va zamonaviy tibbiyot uskunalari bilan jihozlanganligi, auditoriyalar barcha sharoitlarga, talablarga javob berishi bilan alohida o'rin tutadi. Bu esa kelajakda talabalarimizning malakali kadrlar bo'lib yetishi, vohamiz va butun respublikamiz miqyosida malakali shifokorlar bo'lib yetishida muhim rol o'ynaydi. Xush kelibsiz. Olimpiadasi kirish so'zi. Qarorlar shou studiyasi. Qirg'iziston davlat tibbiyot